Xudoga shukur, bu kecha 27-Ramazoni muborak va Shab Qadr kechasidir. Xohladim 3 mavzuga ishora qilsam. Birinchisi, Shab Qadr kechasiga agar biza uyg'oq bo'lsak, nima ish qilishimiz kerak va qaysi duoni qilsak. Ikkinchidan, nishonahoy Shab Qadr nimada? Biza daqiq bilsakki, Shab Qadr mana shu kecha ekan. Uchinchidan, uni oxirda tog' kechalarining ichiga qaysi kecha Shab Qadrda boyat biza buni bilsak. Xulosa, Ummul Mo'minin Oysha Siddiqa musulmonlarning onasi rivoyat qiladilar. Payg'ambar islom sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar: "Ey Rasul Xudo, bir kishi Shab Qadr kechasiga uyg'oq o'ltirgan bo'lsa, nima ish qilishi kerak?" Muborak Payg'ambar islom aytdilarki, mana shu duoni o'qisin: Allohumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya fa'fu anna. Talabi ofiyat tilashlik Alloh taoladan. Ey Rabbim, sen kechiratgan zotsan. 11 oyga qilgan gunohlarimda sen maaf qilgin. Sen menga ofiyat nasib qilgin degan ma'nosi bo'ladi. Va Shab Qadr kechasiga donishmandlar, bilimdorlar ko'pala nishona aytgandilar. Birinchisi, salomatlik bor bu kechaga. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatto hayvonhoyki darrandadir, irtib yeyotgan hayvonlar bor, sheru, palangu, jondoru, shag'olu, mana shu narsalar ham shu Qadr kechasiga ozor aziyat bermaydi. Yo choqotgan narsalar bor, ilon bor, chiyon bor, Qadr kechasiga shu ham ozor bermaydi deydilar. Yo ikkinchidan, oftobiki o'sha Shab Qadr ertasiga chiqadi, beduni shuo chiqadi, ya'ni zaif bo'lib chiqadi. Mustaqim odam o'sha oftobni o'ziga qaraladi, insonni ko'zini olmaydi. Yo Shab Qadr kechasi havoyi mu'tadil bo'ladi, barobar bo'ladi, ne issiq va ne sovuq bo'ladi. Yana bir nishonasi valo yurmo fiha binajmin. Shu biran vaqtga sitoralar uradi, bizlar ko'ramizki havoni o'ziga aytadiki shaytonni uradi. O'sha kechasiga shu sitora uchmaydi, ya'ni shu yulduzlar va istiloh uchmaydi. Mon bilan nishonahoy Shab Qadrda. Xulosa, Qadr kechasi qaysi kechasi tog' kechalardan? Ko'proq bilimdon va donishmand kishilarning nazariyotlari shudiki 27-kechaga bo'ladi deydi. Ki fe'lan inshaalloh shu kechaga biz qaror topganmiz. Va uchinchidan, Qadr kechasi oyo tog' kechalarining ichiga qaysi kechagadir? Aksariyat, ya'ni ko'proq bilimdon donishmandlar aytadiki 27-kecha Shab Qadrda. Va xotirki shu sura Qadr innanzalnoga Alloh subhanahu va taolo aytadi, men Qur'onni nozil qilibman. Sura innanzalno